işimiz tugadi. Ana endi kranni yig'amiz. Yig'ishga ham xuddan ana yana troslarni ko'tarib olamiz, keyin stirlarni ko'taramiz. O'zimizga to'g'risak stirlarni ko'taradi. Mana gradusi. Gradus 49-50 bo'ldi. Stirlar 34 metr chiqqan. 400 metr balandlik bo'ldi. To gakkacha uzoqlik 19 metr, 18 metr bo'ldi. Mana gradusni 18 ga qo'ydik. Ana endi stirlarni kiritamiz ana. Stirlar o'zimizga tortsak, ikkinchi richak. Eshik tarafdan ikkinchisi. Mana 34 metr turibdi stirlar. Sekin tortamiz, kiradi ana. Torti bosib o'tirasizlar, bir xil ushlasangizda kirib boradi. Kirib stirlar. Yana bir aytib o'taman. Birinchisi pavorot, birinchi richak eshik tarafdan, ikkinchisi stirlar ko'rib turganlaringizda, uchinchisi o'rtadagi richak stirlarni tashlaydi, galava ko'taradi, tushiradi. Bu richagimiz kichkina trosni maynafera qiladi. Eng chetdagi 5-richagimiz ana katta trosni maynafera qiladi. O'zi rasmi qo'yilgan katta tros, kichkina gak ana, kichkina tros. Katta gak rasmi qo'yilgan, kichkina gak rasmi qo'yilgan. Ana bu stirlar rasmi qo'yilgan, tashlaydi, ko'taradi. Ana bu stirlar chiqadi, kiradi. Bunisi pavorot. Kompyuter xuddi shu XMG qanay ko'rsatilgan kran rasmi, xuddi ana shu XMG ni kompyuterda. Bu knopkalari xuddi shunday stirlar bittalik chiqishi, ограничение, dvorniklar, svetofor migalkalar, projektorlar shunaqalar o'shaning knopkasi qo'yilgan bo'ladi bu yerda. Ana bu miya, kalitni o'chirib ishlanma hozir. Kalitni o'chirib ishlasangizlar opasni bo'ladi. Kalitni hech qachon o'chirib ishlamanglar. Birinchi o'rganayotgan kranchilar XMG ko'rgan bo'lsangizlar, knopka bor edi. Saniga knopka emas, u kalitcha bo'ladi. Mana stirlarni ham yig'ib oldik. Endi kranni yig'amiz. Jana endi o'chiramiz mashinani. Kalitni bitta burasak, o'zi o'chadi. Uстановка o'chmaydi. Endi yig'amiz. Xuddi shuna birinchi kichkinani ko'taramiz. Mana kichkina ko'tarildi. Ana endi qolgan to'rttasini tushiramiz. To'rttalasini ham bosib, glavniy richagini ko'taramiz.
ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Qana ishlashi, qana uстановkasi. Bugungi darsimiz ana shu bo'ladi. Sani 50 tonalik avtokarni haqida edi. Kuzatib bo'lsangizlar, yana bundan keyin zo'r foydali videolarni qo'yib borishga harakat qilaman sizlar uchun. Hammaga omad, charchamanglar.